Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahmon Qahhorning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Eli Dolqunlari nomli 2 qismli tarixiy romanining 1-qismining davomini anglatamiz. Ajab bir zaman bo'ldi, olam chirgulay deydi. Yurakdagi zardab suv qonga o'rilay deydi. Bu nima degan zo'rliq? Oshdi deb berdik, moldi deb berdik, berdi deb berdik. Endi qizimizni so'ramdikan. Qarindoshlarimizning turmidagi azoblarini, beajal o'limlarini angladim-ku. Shularni ko'rib turib uyga solinib o'ltirsam qanday chidayman? Senmi qanday chidaysan, apa? Bu bizning beshimizga tushayotgan kulfat emas. Yuzlab, minglab oilalarning beshiga tushayotgan kulfat. Hukumat buning qaysi birini hal qilgan? Necha million muntazam armiyasi, zamonaviy qurol yarog'lari bor hukumat. Bu ishga qarab turamdi. Bir necha o'g'rining parakandichiligiga kuchi yetmasmi? Bugun Harambog'ni cho'qim olamiz. Bugun shuning bilan Gomindan qo'shinlarining g'o'ljiligi eng og'ir qismlari taltuk tugaydi. Sizlarga g'alaba yor bo'lsin. Dushmaninglar yer bilan yakson bo'lsin. Boy olqonlarni ichib Anvarni oshga taklif qildi va so'zini davom qildi. Shundu ben janoblarining donoligi mana mushuninda. Shaharga tok zavod qurdi. Doktorxona, maktab ochdi. Nasllik mol zavodlarini qurdi. Yoshlarimizni Rossiyaga ochiqib o'qitib keldi. Bularning hammasi bizning ko'zimizni echish uchun bo'lmaydimi? Lekin ba'zilar hadislar qizil pochoq, seriq pochoq deb jo'naydi. Anvarjon balam, men sizga rost so'zimni aytsam, men ma'rifatni yaxshi ko'raman. O'zim qirib qoldim. Varischonni mo'riti kelsa, nodamnimi o'sha seriq pochoqlarning maktabiga avat o'qitaman. Qachongacha xalqning og'ziga qaraymiz. Dadam rahmeti hajga manganda menimi belli elib olgan. Biroq tegi kichikdan. Shundoq bo'lsa-mu, berib kelguncha nurg'un allarni ko'rdik. Ularmi musulmonkan. Lekin hammani qila oladi ekan. Turkiyada, Eronda doktorlarni, diniy olimlarni, savdogarlarni ko'rdik. Musulmonchiligi o'z yo'lida, ammo ilm-fanda yetishibdi. Ularning oldida biz yava osmonda shumshib qoladi ekanmiz. Ot harba, paraxot, aeroplanlari bir yoqda tursin, buni 4 joqli konkursning chiqadigan tushadigan palampayni bilmaydi ekanmiz. Voy, nodonligimizda. Nahayta to'g'ri aytdingiz baydada. Biz rostli nahayta nodon. Rostini aytganda, hozirgi dunyoda ilm-fan taraqqiy qilib, bizni to'limi orqada qoldirib qo'ydi. Biz ma'rifchilarning yukimiz shuning uchun eg'ir. Yoshlarni zamonga loyiq qilib tarbiyalashga qiyinchilikmi nahayta zo'r. Shundoq bolam, shundoq. Nodon haqboyada sizlarga qiyinchilik cho'ng bo'lmay nim bo'ladi deb balam. Siz g'ayrat qiling. Men sizga yordam qilaman. Men sizni yaxshi ko'raman. Varischonni mushunchilik qildingiz. Uni ozdab, nodamnimi savodli qilib qo'ydingiz. Sizni men Shangan oldidami maqtadim. Shangan janoblarimi xushal bo'ldi. Qani tortilmay eling. Buni o'yla ozoda. Nima qilaman desangiz bo'laverdi. Buni saroyla o'z uyingiz balam. Yotoqni taqang. Mushu saroyga ko'chib keling. Gapning bular yerini aytay. Siz bala, men ota. Ko'chib kelmasangiz, xafa bo'laman ammo. Anvar jim bo'lib qoldi. U boydan foydalanib yezida jiqishlarni qilishni, bolalarning o'qish sharoitini yaxshilashni, maktabni remont qilib elish, kechqurus ichib yoshlarni savodli qilib elish. Munu yezini ilm-fan uruqidan yangi meva oladigan munbat tuproqqa aylantirishni o'ylaydi. Mana mushularni qilish uchun boyning uyiga ko'chib kelish. Voy dada deb og'izdan kirib, burundan chiqib yurib, muni ezilayotgan emgakchi xalqlar uchun foydali jiq ishlarni qilib elishni o'yladi. Lekin bunda qilsa kambag'allar uningdan yiroqlashdi-chu.
Ahtamboyni o'lgudek yomon ko'radigan Gayit kevirlar o'zini qochirsa, Anvarni g'olchgan deb o'ylab qolsa-chu. Ko'chib kelmasa, boyga yaqinlashmasa, boy uningdan gumonlanadi. Nurg'un qilg'ili bo'ladigan ishlarmi qilinmay qoladi. Qanday qilish kerak? Rahmat boy dada, sizga ko'p rahmat. Otadorchiligingizni albatta qadrlayman. Ko'chib kelishni o'ylashay. O'zimningmi g'amxo'rligingizga hozir javob bo'lishdan boshqa yo'limmi yo'q. Biroq birli tanqisligim bor. O'quvchilar, yez yoshlari oqshimi atsi mening yotqimga kirib, uni buni o'rganyotdi. Ular har kuni oqshimi bor. Bu yerga ko'chib kelsam, ulardan qochqanday bo'lib qolaman. Ularmi ayminib, bu yerga erkin kirib chiqolmaydi ekan. Mushu tarafi meni qiynayotdi. Rost gap. Mening saroylarimga boy kambag'allarni tanlamaydi. Biroq odat shundoq ekan. Kambag'allar boyning uyida qo'rindi ekan. Boylar kambag'allarning uyidan yirgindi ekan. Bu bir ko'ndan qolgan odat. Mushundoq odat o'zgarsin deb malaylarimga pat-pat mushu saroylardan choy beraman. O'zimmi ularning hujrasiga kirib, kengida o'ltirib mongdishiman. Pat-patlar Gulpamxonning uyiga berib, teg'i komandisi yeb kelaman. Bo'ladi. Bu bir nozik yer ekan. Sizmi o'ylaning. Menmi chora qilib baqay. Yo'q, qo'zg'almang. Bizning o'ygilarning sizga ozroq bir rahmat ta'zimi bor o'xshaydi. Hoy, hurlam. O'rni Soxin bir kiyimlik o'rus terikisini, lo'ngi sopun, chaqmoq qand va oz to'la pul selingan o'rus patnosini ko'tarib kirib, dasturxonga qo'ydi va boy o'rgatgan so'zlarni takrorladi. Loyiqingiz bo'lmasimi, and apandim, bolamiz Varisjonning og'ziga ilm selayotsiz, molimiz nodamni o'qitib savodini chiqardingiz. Texi ko'nglingizni ilib olamiz. Qancha qilsaqmi arziydi. Qani amsa. Elang, ayollarning ko'ngli. Bu mening qig'inim emas. Yoqdimi? Olmasangiz, xopichilik bo'ladi. Anvar o'rnidan turdi. Chiroyli qatlangan sovg'ini ilojsiz qo'ltiqiga qisdi va qo'lini ko'kirkiga qo'yib, "Rahmat. Buncha javomsanglam bo'ladi. Bu sovg'a o'shiqchi bo'lib ketdi." "Undaq demang, ukam. Bolamiz odam bo'lib qolsalar, sizga ot to'gi suyib choy qo'ysaqmi arziydi?" dedi Hurni Soxin qopiqini suzib. "Varisjon yaxshi bo'lib ketdi", dedi Anvar ayolni umidlantirib. "Sodin lochin tug'ildi deydigan apandim. Xudoyo tova, mavu ta'tirchilikni qarang. Lochindan sa tug'ilib qoldigandek qiladi-ku. Undaq bo'lsa, bolni davolasak tuzilib ketadi. Shaharda bir dangliq tevib bor. Neni savdoyilar uning qo'lida saqayib ketdi. Varisjon nima deydi ularning oldida?" "Degingiz bo'lar, ilohim. Atilamon qiziman. Saqaydiganli bo'lsa, hozir bo'lsami kirgiziman." Anvar sirtqa mo'ldi. Ular er-xotin o'zitib chiqishdi. "Seligi nimikan, nerdagi yolon to'shlarga rapovatchilik qilib?" "Ancha-muncha rapovatchilik qilib qo'ymasang, tapovat o'zligidan kammaydi", dedi Ahtamboy tomga yo'linib o'ltirib. Qo'lidagi inchka orcha yog'ichi bilan tishini ko'chilab. Hurni Soxin derazadan ikki qo'lini qo'ltiqqa qistirgan holda boyga ochiqlanib o'ltiradi. "Rapovatchilik degani-chi, qarisilar, biladigan, yondiralaydigan odamga qilsa bo'ladi." U qo'lni qo'ltiqidan elib oldiga tushib olgan bir tal chechini kayniga ochiqi bilan otdi. Hurni Soxin oq yuzlik, shalom inchka qoshliq, bo'yi egizrak, yapilaq manglayliq, qopiqi do'ng, tishlari oltindan qoplangan, chavildab turadigan so'zman xotin. U topiniga yetgudak uzun ishki o'rimi chechiga bir jing joli selib, kumush chosh tangilar esib, tangilarni shiriqlatib, chechini so'qib yurishni yaxshi ko'radi. U 40 dan oshgan bo'lib, Ahtamboyning amriga elinib, boshqa yezadagi xalq oiladan bu yerga kelganiga 25 yil bo'lgan. Bu mahallaga yangi kelgan chaqlarda xotin-qizlar jamoatchiligi ichida uningga Hurlam degan o'zgargan erkalatma nom qo'yilgan edi. O'z oilasiga qaraganda bir necha hassa ustun boy bo'lgan bu oilaga kelgandan keyinki izzat hurmat bu yosh cho'konning ko'nglini ko'tarib, tavini o'stirdi. Keyinroq cho'ng-cho'ng so'rinlarda u yashangan xotinlarning gaplariga aralashadigan bo'ldi. Kimning xotini? Ahtamboyning. Shuningga yarasha belikiga oltin bilezik,
Maydasiga oltin bulapka. Barmoqlariga qo'sh-qo'shlab yoqut ko'zlik uzuklarni soladigan bo'lib qoldi. Tishlariga oltin qoplatdi. Chechimi o'sib, oyinib topiniga yetdi. Mana shuning bilan uzunchash hurlam, oltinchish hurlam deydigan nomlar paydo bo'lishga boshladi. Dastlabda bu nomlarga uning masligi kelib yurdi. Keyinroq bo'lsa, bo'libmi bu hurlam degan erkaklarning nom hurmati uchun to'y-to'ykun, nazir chiroqlarda u barmog'icha dasturxon selinmaydigan hol shakllanganda ochiqlangan. Terikib, qilin lavlari titraydigan bo'lib qoldi. Chunki bu nom uni kichiklatgandek, hurmat qilmayotgandek to'yiladigan bo'ldi. Ahtamboy dadasining vasiyatiga asosan Hurniso xonni egilikni boshqarish ishlariga aralashtirmaydi. Rustamboy har qanday ishga xotin haqni aralashtirmaslik kerak deb vasiyat qilgan edi. Boy uningga maslahat qilmay o'z ishini qilaveradi. Biroq Hurniso xon qachon bo'lmasin boyning ishlariga aralashib oladi. Ahtamboy dastlabda Hurniso xonning bu qiliqiga ochiqlandi. Lekin u bu qiliqini tashlamagandan keyin e'tibormi qilmaydigan bo'ldi. Hurniso xon ba'zida mundaq ishlarga qonidagi mahkam yepishib elib turib olgan chaqlarda boy o'z ishining sirini, maqsadini aytib, uni qoyil qilishga majbur bo'ladi. Sen undaq degan bilan raqobatchilik qilishning yo'li bor. Har qanday yo'l bo'lgan bilan u qalanda nemsi bilan yondiradi? Kuchi bilan yondirdi emasmi? Ishlamaydigan haddimi ularning? Ishlamaydigan haddi yo'q, ammo zamon qayon, sen shuyon degan maqoli bor. Bilamsan, dadamning tutgan yo'li oqmaydi. Qibli tamda seriq hukumat bor. U yerda bizdek boylar tugidi. Ularga kelgan kun bizga kelmaydi deb o'ylamsina. Muni shundu ben degan nima? O'sha seriq hukumat bilan texchi do'st bo'lib atsa, sen nag'riga qarab mashtasimisan bo'lamdi. O'san boylar Tudaxunboy, Damulli jalloblar, qisqasi, hammali boylar hozir ashu rasi bilan do'st bo'lib savdo qilyotidi. Sen xotin nimani bilasan? Ular bolalarini nanalarga avatib o'qityotidi. Bizmi cho'ngroq boy bo'layli, savdogarchilik qilayli, zavod qurayli, dunyoning boshqa yerlarini ko'rayli. Sen xotin tehi konkaga tushib boqmading. Sudi o'zisan, havoda uchsan. Buning uchun anvarliklarni qo'ltiq qismay bo'lamdi. O'san boylarning nini kotiblari, hisobchilari, apandilari, aqlchilari bor. Ular misoli mavi gilamdek cho'ng bir yerni pirqirtiyotdi. Bizchi qo'l yog'liqchilik. Tehi shunimi boshqara olmayotimiz. Hey nodon xotin, to'li chalvoq qilmay, eliqi bir navir singlimni ko'ndirgan. U arzuli qizni musha Anvarga chatayli. To'y egisi o'zim bo'laman. Hammani silili ko'rila, boylarning uylariga silili kirdilar. Menimi akirsilar, ko'ray, bilay. Bundan keyin akirman, ko'zdiman deb va'da bersizlar. Hurliqani, mono cho'qir apandiga o'zimni chetib qo'yaman. Boy kulimsiradi va nozlanib turgan ayolining enkini yuqori ko'tarib qo'yib, "Mangami bir atoqol chetib qo'yasan?" Ayol tumshiqini ta'tir o'rib yolg'on noz bilan domsaydi. To'ymas, nafsi yomon. Nafsi yo'q odam boy bo'lolmaydi xotin. Tong yengli yurishiga nodam xodik harvini qo'shishga boshladi. U dog'ini silishni toza aplashtirolmay turganda Goyib kelib yordamlashdi. Endi sen akirdikansan-da. O'tganda men akirgan edim. Ilohim, bu ilosh menga da'vo tepilmag'aydi. Nodam kuldi va uyga kirib ketdi. Uydan ochiqqan qizil gilamni kegizning ustiga selib, harvining keng tarafiga ikki qatlab beg'irang maxmal ko'rpini soldi. Hamma narsa tayyor bo'lganda beshiga kamchat tomoq, uchisiga qora ko'k movutdan tikilgan perija, oyig'iga past poshinliq o'tik kiygan Ahtamboy bilan beshiga qama quloqcha, uchisiga to'rt yonchiqliq chopon shim kiygan Vorisjon maxmal ko'rpining ustiga chiqib o'ltirdi. Nodam bo'jini qo'liga elishig'ila ot yurib ketdi. Ulug' echilgan darvozadan harvini ehtiyot bilan chiqardi. Hurniso xon uzitib ko'chig'iga chiqdi. "Xo'sh bolam, salomat berib kel."
Ular faqat xodiqqalı qo'shiladigan qovul to'riq otning bo'yniga silingan jaranliq qo'ng'iroqlar sadosi ichida mahalladan tezlik chiqib ketdi. Ular tez mengib tushga yaqin shaharga kirib keldi. Bugun juma edi. Nodam G'o'ji shahrini birinchi qaytim ko'rdi. Hamma narsa uningga yangi bo'lib ko'rindi. Aqdan boyninkidek esil imoratlar ko'p uchraydi. Ko'chaning ba'zi yerlarida boloxonlik uylar ko'zga chiliqatdi. Har xil kiyimlik odamlar. Ba'zilari iskatlik paltolarni kiygan, boshlariga chosh qo'ygan. Ba'zilari xuddi boyninkidek choponlarni kiygan. Ba'zilarining mo'rilarida ajoyibli belgilar bor. Shapkasining oldi egiz bo'lib, manglayiga nurg'un burjaklik volildab turadigan bir narsa qadalgan. Beldagi tasma belvoqqa qoplik taponcha osgan odamlarmi bor edi. Ha, bu cheriklar boshliqi, deb o'yladi Nodam. U nihoyatda aniq ko'rdi. Shahar ko'chalarida yurgan ko'pchilik odamlar yanala o'z yezisidagidek juljul kiyimlik, uning ustiga qalandarlarmi ko'p edi. Taxas bo'l, ko'zingga qarab hayda. Aqtamboy pat-pat shundoq deb Nodamni ogohlantirib turadi. Haqiqatan shaharda odam ko'p edi. Har xil kasb egalarining o'z mollarini danglab varqirashlari quloqni yaratdi. Oralab avtomobillarni uchrab qoladi. Bundaq chaqlarda kishilar darrov o'zlarini yo'lning chetiga oladi. O'tib ketguncha orivlar to'xtab turishadi. Ular ko'k ko'rikka yetay deb qolganda oldi tarafdan xodik harviga tushgan yo'g'on sallilik char soqol bir odam ko'rindi. Aqtamboy Nodamga "To'xtat harvini", dedi-da o'zi harvidan tushdi. Yo'g'on sallilik odam mu harvidan tushib, har ikkisi tangla "Assalomu alaykum. Assalomu alaykum" deyishib, nihoyatda qizg'in ko'rishib ketishdi va ko'chaning chetiga chiqib, eriq bo'yida parang qilib o'ltirdi. Bu yer savdo do'konlari ko'p, boshqa yerlarga qaraganda obodroq bo'lib, ko'ktot va turli meyvalarni sotadiganlar ko'proq edi. Atdigandan kechgacha savdo setiq qiladiganlar besiqmaydi. Ham savdo setiq qilmaydiganlar ochiq ko'k tomog'ini tortishib, dugdarishib yurgan bekor talatlarmi nurg'un edi. Qibladan so'qqan sovuq shamol ularning bosh ustida sanglab yurgan qaramtul ko'kish bulutlar qor yig'ib kelishdan derak bermoqda edi. Ko'cha to'plarimi namlashib, ig'rilishib qolg'achqa purqirab ushmaydi. Odamlar tushgan xodik harvlar u yoqdan bu yoqqa jaranglab o'tib turadi. Terikchilik ximi. Qor yig'ib kelish andisi odamlarni obdala oldirtib qo'ygan edi. Varisjon qilin kiyimlar ichida muzlab titrab o'ltirgani bilan Nodam so'q pisand qilmay to'rt atrofiga yo'l qilib qarab turadi. Shaharni birinchi qitim ko'rayotganligi uchun qiziqish tuyg'ulari dam-dam o'rlamoqda edi. "Hay bola, harvangni mayoqqa akal", dedi Nodamga moylashgan harbiy kiyim kiygan biri. Nodam beshini chayqab, "Yo'q", dedi. U yenib kelib Nodamning maydasiga noqib, "Mayoqimang, bizning sayni soladi, men pul berdi", dedi Uyg'ur tilini buzib so'zlab. "Yo'q, men kira qilmayman", dedi. Varisjon o'z o'rnida qimir qilmay o'ltiradi. Harbiy otning bo'jisini Nodamning qo'lidan tortdi. Nodam bo'jiga mahkam eslib elib, "Kira qilmayman dedim-ku, kira qilmayman. Qanday gap uqmaydigan odam bu?" Neriroqda say do'konining oldida havorang harbiy shim tujurki kiygan. Oldi egiz shapkasining mangliyiga 12 qirliq belgi taqilgan. Mayda yonchuqining ustiga aeroplan suratlik iznak taqilgan bir askar boshliqi sap selib qarab turadi. Oxiri u keldida, "Zo!" deb farqirab, ochiqi bilan Nodamning qochitiga ishga ushni urvatdi. Nodammu uning yonpishiga birni tepdi. Shu asnoda odamlar yig'ilib ketdi. Aqtamboymu heliqi yo'g'on salilik odam bilan xo'shlashib yetib keldi. Bu askarlar say do'konidan aeroplan stansiyasidagi livchiklar uchun har kuni atiganda say setib oladida, uni harvikashlarga kira qilib, bu yerdan 5-6 chaqirim yiroqlikdagi aeroplan stansiyasiga elib ketadi. Bugun ular harvi topolmay qolgan edi.
Asli bu yerda kira harvlari to'xtaydigan o'rin bor edi. Biroq bir necha kundan beri bu yerda tushgacha bir harva to'xtamaydigan bo'lib qoldi. Chunki ular kira qilib saylarni opirib elib, pulini bermay harvkashlarni qo'g'lab etdi. Yeliqa askar boshlig'i otning bo'jisini tortib, og'ziga kelgan yomon tilla bilan nodamni tillaydi. "Za, sinka! Za!" Odamlar ko'p yig'ilib ketgachga, u yon pishig'i bir tepik yegan bo'lsa-mu, nodamni qayta urmadi. Ahtamboy kulimsirab, askar boshlig'ining oldiga keldida, bo'jini ko'tarib, "Biz kira qilmaymiz. Siz uqmay qolgan o'xshaysiz", dedi va "Endi meni ko'rib, bo'jini tashlab berdi-a?" deb o'ylagan edi, biroq talati so'rin askar boshlig'ining boyning so'latli kiyim kechki bilan nima ishi? U boyni maydasidan kuch bilan ishtiribdi. Ahtamboy bir toshga putishib o'ngtisiga tushdi. To'pida bulg'inib, o'ngtisiga yotgan dadasini ko'rib, varischan yig'lab ketdi. Ahtamboy alamga chidamay o'rnidan turdi-da, "Voy munofiq, kishiga zo'rlik qilamsan-a?" deb uning oldiga devaylab keldi. Boyning yuzlari totirib, qirqigan soqollari titrab ketgan edi. "Nima degan zo'rlik bu? Oshpaganga mush beradigan ishkanda? Yaqindan beri ularning kishilarga bak zo'rlik qiladigan bo'lib ketdi deyishibotdi. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Rostkan. Biz haqqili shunda qiladigan bo'lib ketdi. G'aljirlashdi bo'la", dedi qarab turg'uchilardan biri. Uning so'ziga taraf-tarafdan un qotgan ovozlar ko'tarildi. "Qancha g'aljirlashsa, o'limi shuncha yiqilishidi. G'aljirlashgan ish oxir tayoq to'qmoqdan o'lidi emasmi?" Askar boshlig'i yenidan topanchisini sug'urib oldi-da, ko'zlarining oq paxtasini chiqarib, "Sinka!" deb tillashga boshladi. U topanchini ko'rib hammasi qochidi deb o'ylagan edi. Biroq yig'ilgan odamlar taraf-tarafdan churqirishishga boshladi. Ular askar boshlig'ining quloq mengisini yedi va uni cho'chitibmi qo'ydi. Kishilar uning topanchisiga pisandmi qilmay varqirashdi. "Pa, nimacha zo'rliq senlarga, ha? Ko'zingni och. Urib yotqizib o'tish kerak. Bu ifloslarning qo'lidan nima keladigan ko'rib boqayli. Nochi bo'lsang, topanchani itib boqaqini. Hey, do'zax shotsi. Noxlisi o'sib qopti buning. Jajsini berib qo'ymoqcha, tinmaydi bu." Uning to'rt atrofi g'azablangan kishilarning noqiyotgan qo'llari bilan to'lgan edi. U o'ziga nafrat bilan tikilib turgan yuzlarga, o't chaqnagan ko'zlarga qaray olmay qoldi. Yuragi do'pildab, chiroyi sarg'ayishga boshladi. So'qishdan chiqqan xo'rozdek putlari dirildab, dekildab to'p ichidan chiqib ketdi va olgan saylarga muqarramay maqdi. Ko'pchilik ichidan biri "Tekidan chiqdi, tekidan" degan edi, ko'pchilik paraqlab kulib ketishdi. Shuncha ko'p odam ichida nomusga qolgan. Alamdan yuzlari totargan Ahtamboy nima qilarni bilmay tamtirab harvga chiqib o'ltirdi. Nodam bo'jini silkidi. Harva ko'rikdan o'tib yon ko'chaga burildi. Tevib mushu ko'chada edi. Boy xiyol qilib ketib boradi. "Qaranglar, ahmoqning zo'rligini shuncha ko'pchilik ichida o'ltirdi-ku meni. Yuzimni yerga urdi-ku. Hay. Meni tap tortmay, shunda qilg'ayada avom xalqqa kun yo'qkanda, bizdami odamligimizni unutibdi. Rostli g'aljirlashibdi. Bizdan nima savallik o'tdi? Biz kirokash bo'lmasak, kira qilmaymiz deganga zo'rlik qilsa, teg'i topanchisini chiqarsa, bu hadidan oshqonlik bo'lmay nima? Nodammu xiyol qilib ketib boradi. Hukumat deganlari mushulakanda? Ha, endi bildim. Okamni o'ltirganlarmi mushulakanda? Opam so'zlab berganlarning ayni o'zi-ku. Agar ko'pchilik aralashmagan bo'lsa, meni etib tashlaydi. Bo'lmasa, meningdan bir tepish yegan u qonxo'r to'xtab qoladimi? Ko'pchilikdan toza qo'rqidi ekan-ku. Shahar odamlari nima degan qo'rqmasa, ular bir hurpiyivdi, quyrug'ini xoda qildi-ku ana. Hap to'xtab tur zolimlar. Anvar apandim degandek, sallarning adibingni berdigan chaqlami kep qola. Shu chaqda uning yodiga dadasi bilan oqsi keldi. Chunki Nodam dadasi Nasir Oxun bilan oqsi Nodirning boylardanmi, hukumatdanmi qo'rqmaydigan odamlar ekanligini ko'p kishilardan anglagan.
qo'rqmas bo'lganligi uchun o'z tangtushlaridan burun beajal o'lib ketganligini yosh bola o'ylab yetgan. Lekin dadisi bilan akasining qandoq o'lganligini u texmi bilmaydi. Nodam shahardan chiqqandan keyin qo'rsqini yerim yoti to'yg'izibla o'zi qaraydigan mollarning holidan xabar oldida uyiga kirib yotdi, lekin uyqusi kelmadi. Bugun nemishqidir ichi titildab, yuragini nemidir bir nima totilaydi. Butun badallaridan qo'zg'algan ochiq hislar uningga orom bermayotdi. Oxiri u ho'ylig'i chiqib, derazadan sus yo'riq ko'rinib turgan Gayitning juvozxonasiga qarab turib qoldi. Biroq u yerga kirishdan yoltaydi. Kechalab o'z uyiga qarab mangdi. Uyga kelib, onasiga shaharda ko'rganlarini, talatadan muz yig'ib turadigan heliqa askar boshlig'ini, uning qilgan zo'rliqlarini, shahar xalqining uningga birli hurpiyib, uni qochirib etganligini birma-bir so'zlab berdi. Va oxirida "Akamni o'ltirganlar shularmikin deyman, opa." Ko'p ishlarni ko'rib, yurak oldi bo'lib qolgan ona chunqur g'azab bilan kelgan o'g'liga nasihat qilishga boshladi. "Qo'y balam, unda hukumat odamlarga behuda chiqilma. Meni oya." Sen undoq degan bilan mutamlikka qandoq chidaydi o kishi? Shahar odamlarini qara, ular qo'rqmaydi ekan-ku. Qo'rqmaydi-qandu. Beshig'i kelmagandikin shunda qo'rqmaydi-qandu. Sen qancha qo'rqsang, u shuncha qo'rqitadi deydi Anvar apandim. Bu gap rostkan. Nodam yerim kecha bo'lay deganda o'z uyidan boyning uyiga qaytdi. U darvoza oldidagi supida uzoq o'ltirdi. Dadasi fojialik holda o'lmagan bo'lsa, akasini hukumat o'ltirib etmagan bo'lsa, u Ahtamboyning gundaxonasiga bog'lanib qiynalmaydi. Yeliqi o'zini mush bilan urgan askar boshlig'i akasini o'ltirganmi kim biladi? Uning kiyimlari parqiraq bo'lgani bilan ko'zlari qon ichgan itning ko'zidek qip-qizil turmamdi. O'sha qon ichkuchilarni Munu Ahtamboydek qon sho'rg'uchilarni gurga tiqalaydigan bir palvon chiqmasmi? Buni jazman Anvar apandim biladi. U yeshilmaydigan bu chegishning sirini so'rab bilish uchun Anvar apandining yotiqi tarafga qarab mangdi. Oydin kecha, ajab ko'ngilli kecha. Bolalar chang'ildishib, mökü-mökülang o'ynaydigan kecha. Yezining oydin kechalari nima degan go'zal, nima degan yaqinlik. Sap havo, tangi davo deganlar shundoq chiroyli kechalarga qarab aytqandi balkim. Mundaq go'zal kechalarda tinimsiz harakat qilib horg'an bolalar allaqachon uy-uylarga tarqalib tatliq uyquga ketishgan. Yezi ichi jimjitlikqa cho'kkan. Biroq yiroq-yiroqlardan oydin kechaga maslikka kelib, hissiyoti qo'zg'algan yigitlarning naqshlari nagan-naganda anglanib qoladi. Shundaq kechada Anvar apandi qora chiroqning gunga yo'riqida butun zehni bilan kitob o'qimoqda edi. U har kuni kechasi bir uxlaganga qadar mushundaq kitob o'qib chiqardi, mulohiza qiladi. Nizomiddinning aytgan so'zlarini qanday qilib o'rindash to'g'risida o'ylanadi. U ba'zi savodoshlari chiqishga unamagan yezidagi bu o'qituvchiligidan rozi edi. Har kuni degudek kech kirishi bilanla yezi yoshlari bo'sh qolgan o'qituvchilar bo'limiga kirib kelishadi. Uni buni so'rashadi. Ba'zilari xat o'rganadi. Haqiqiy ko'ngillik hayotim mana amdila boshlandi, deb o'ylaydi u hayajonlangan holda. Odamni g'am qoqishdi, umid yashnitdi deganlar haqiqatan to'g'ri aytilgan. Men tarbiyalaydigan odamlarni izlamak tugul, texi ular oldimga mushundaq do'kirishib kirib tursa, bu mening nishon niyatlarimning chechaklayotgani emasmi? Dehqon yoshlari nima degan sopdi? Kishiga shundaq yo'qishliq o'zlarini menga parvondek urib turdi. Mundaq jo'shqin yoshlar bilan kishi qancha faxrlansa, shuncha arzimamdi. U ularning tashnaligini qondirishga tirishadi. Shundaq berilib, hatto ba'zida kechlik tomoqlarni unutib qoladi. Anvar shu topda
Men nima uchun yashayman? Bu yerda nimalarni qilishim kerak? deganlarni o'ylab qoldi. U gimnaziyani tunji qitim tugatgan o'quvchilarning biri. U yerda o'tilgan darslar helimu esida hozirgidek turibdi. Kishilik turmushga to'g'ri qarash. Hozirgi jamiyatdagi kishilarning nima uchun farqli yashayotganligi. Peshona tarining ajriga minglagan, millionlagan kishilarning ega bo'la olmayotganligining sabablari so'zlangan yolqinliq nutqlar uningga qo'ng'usiz singandek singan. U Aysichining ommabop falsafasini bir necha qitim o'qigan. Nizomiddin apandi bergan jahongirlikka qarshi birlik sab yangi tikkan jurnallarini qayta o'qib chiqqan. Ana, qullar, Daxunda, Mehrobdin Chayan romanlarining voqealarini to'liq biladi va uni turmushga tatbiqlab mulohaza qilgan. Umar Muhammadi Odi Taqtash she'rlarini yodga olgan. U o'rganganlarini boshqalarga o'rgatish kerak. Bu sopdil, sodda odamlarni uyg'otib, yangi izga tushirish kerak deb ko'p qitim o'ylagan, boshqa turgan. Shundaq ishni boshlagandila o'zining nima uchun yashayotganligining ma'nosi yeshildiganligini u yaxshi biladi. U kitob o'qib yetib, ba'zi yerlarda to'xtab qoladi. Birdilla qo'zg'algan tuyg'ularga cho'milib, hayajonlanadi. Har xil tabiqadagi kishilarning ruhiy holatlarini mulohaza qilib, atrofida yuz berayotgan turli-tuman ishlarga selishtirib ko'radi. Shundaq chaqlarda uning chiroyida ba'zida xushalanish, ba'zida g'azablanish va ba'zida ochiq kulimsirash jillanadi. U gezitdan ko'zini elib, bir nuqtaga tikilib xiyol surib turib qoldi va pichirladi. Shaharlardagi ikki bilikiga tayinib jon beqib yurgan odamlar, yezlardagi yilliqchilar, madikarlar bir-biridan nima farqlandi? Farqlanmaydi. Ular to'piga milinib yuribotidi-ku. Ammo ular eng sop, eng vijdonliq, bir-biriga eng kuyibjon. Ular bir parcha nonni halollab yeydi. Munda xislat faqat shulardila bor. Nemishqa ular bizga ulug' ko'rinmasin? Ba'zilar texi ularni odam qatorda ko'maydi. Ifloslar. U qo'yuq qora qishi, cho'qur yuzi jiddiy tus olgan holda uy ichida yenik qadam tashlab, u yoqdan bu yoqqa mengishga boshladi. Uning xiyoliga birdilla ota-bola Mixail Vilasov bilan Pavel Vilasov keldi. U Maksim Gorkiyning Ona nomli tili uyg'urcha, yezqi latincha kitobini gimnaziyada o'qib yurganda bir necha qitim o'qigan edi. Yaqinda, ya'ni bu kitob o'qish man'iy qilingandan keyin yana bir qitim o'qib chiqdi. Mixail Vilasov nemishqa har kuni aroq ichib, xotin bolalarni azoblaydi. Hozir bizning nurg'un odamlarimiz xuddi Mixail Vilasovdek hayot kechirmoqda, dedi u o'z-o'ziga. Sirtdan tingshigan odam u biror kishiga so'zlayotidi deb o'ylaydi. Xalq texi to'liq uyg'ongani yo'q. O'sal turmush kechirayotganligini peshonasiga yezilgan deb qaraydi. O'zlarining boy-baylarga qanday qilib zanjirlanib qolganligining tegi-taktini toza chunqur uqmaydi. Yoki shu zanjirni qanday qilib uzishning yo'lini uqmaydi. Shu chaqda uning ko'z oldiga kelganlarning birinchisi Kevir otliq kishi bo'ldi. Anvarning lavlari yana qimirlashga boshladi. Kibirkam ishkulikka nimanchila berilib ketgan. Chunki u o'z zamonidan, o'z turmushidan norozi. 30 yillik halol amgikini, qon tarini boy-baglar sho'rab bo'ldi. Peshona ajrining hech hovliqini ko'madi. Turmushning ta'tir quli uning yoqasini qattiq siqqashqa, u hamma narsadan voz kechib, shundoq junun holiga tushib qolgan. Maktabga qo'shna kichik vayrani bir uyda Kevir yashaydi. Uning yeshi 40 dan eshib qolgan bo'lsa-mu, texicha uylanmagan. Ya uning biror parcha yeri yo'q, ot uliqi yo'q, o'zi tanha. Uning ko'rgani ko'p. Bir necha yildan beri u kishilarga oyliqchilik qilib,
madikorliqimi turmaydigan bo'ldi. Bir kunlik, 2 kunlik ish bo'lsa qiladi yoki ba'zida shaharga tushib hammollik qiladi. Qo'liga pul tushdimi bo'ldi. Udul berib oq o'stan bo'yidagi qirg'iz mo'mayning yaxshi ishlangan bo'zsidan ichib oladi. Hech kimga aralashmaydi. Chopinini murisiga tashlaydi-da, toki uyigacha naqshi aytib keladi. Hamma odam uning naqshisiga amroq. Chunki u naqshini nihoyatda chiroyli aytadi. Hamma dardini naqshida bayon qilayotgandek berilib aytadi. Anvar tagisining ostidan ona romanini oldida qotlab qo'ygan betni ochdi va o'zi ostiga sizib qo'ygan qurlarni o'qib, cho'nqur xiyolga cho'kdi. Anvar apandi bu yoqqa mangdigan chaqda Nizomiddin uningga mundaq degan edi. Sen xizmatga yezi ballarini o'qitishga chiqib ketib borsan. O'qituvchilik odam tarbiyalashning obdan vositasi. Yezning shart-sharoiti shaharga qaraganda kengroq. Dehqonlar amgakchan, oq ko'ngil. Turlik yomon illatlar bilan bo'lgan ish u yerda intayin oz. Dehqon ballaridan nurg'un do'stlarni tepishing kerak. Ularni tarbiyalash kerak. Xalqni uyg'otish uchun bosgan yo'l inqilob yo'li. Inqilob yo'lida odamlarni ruhiy, moddiy kishanlardan ozod qila oladi. Ammo sagak bo'lish kerak. Buni unutib qilishga hargiz bo'lmaydi. Anvar apandi Nizomiddinning shu so'zlarini yodiga oldi va asta pichirladi. Mening birinchi do'stim Nodam. Hozir ko'paydi. Kibir, G'oyat, Jamoliddin. Uning ko'z oldiga sonsizlagan qo'rqimsiz yoshlar keldi. Yosh o'qituvchi talog'i chiqdi. Butun yeza uyquga cho'kkan edi. Havo echilgan. Son-sanoqsiz yulduzlar jimirlab uning ko'ksi qornini ko'tardi. Xeyli sovuq tushib qolgan bo'lsa-mu, lekin u asarlik chopinining izimlarini yeshib yetib, rohatlanib kerilib, sop havodan to'ymay nafas oladi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahmon Qahorning Shinjan xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Eli to'lqinlari nomli 2 qismliq tarixiy romanining birinchi qismini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglaqaysizlar. Yaxshi bo'ldi, pek yaxshi bo'ldi. Men mushundaq bir semiz molni izlab yuribdim. Bu o'gizning menga uchrab qolganini qarang, ta'lim borkan boy. Ras, öküz senin. Buni hamma biladi. Lekin Javjunganga kerak bo'lib qopti. Kerak bo'lib qolsa, aktiv beradigan gapmikan? Bu öküz. Ana avuchi xo'rozning egisi bor. Kibir, Jamoliddin hiliqi harbiy amaldorni rosa kelishtirib o'xshatgan kuni seni Jamoliddinning salomatligi uchun deb toza ishtidaydi-ku. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Ertadagi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar.